Daraxtlarni sekinlatishda eng zo'r yo'li bu mevani ko'paytirish. Bo'yi 2 metrga yetdimi daraxtlarni yong'oq chiqarishni paydo bo'lishimiz kerak. Shaftoli gilos aralashtirib ekish bu o'ta eski usul, o'ta noto'g'ri usul. Yarmidan ko'pini mevani kesib tashlagan. Mana shu bitta kesish orqali pastda meva yo'q. Pastdagilar tepa kuchaygan sari o'lib boraveradi. Qani kerbovka qilib yong'oq chiqarib olamiz, daraxtni sekinlatib mevaga yotqizamiz. Bu kuchli, quvvatli kesdik. Yana kuchli shoxlar paydo bo'lib, meva orqaga qarab ketadi. Shuning uchun nima qilamiz? Videoni oxirigacha tomosha qilinglar va mana shu bog'da giloslarni qanday tezroq mevaga kiritamiz, shaftollarni qanday qilib mevasini 2 barobar oshiramiz, shu haqida to'liq ma'lumotni o'rganib olasizlar. Giloslar, katta giloslar oldida turibmiz. Daraxtlarni sekinlatishda eng zo'r yo'li bu mevani ko'paytirish. Mevani ko'paytirish uchun biz shoxni ko'paytirishimiz kerak, chunki shox ko'payganda daraxt sekinlaydi. Keyin mevaga o'tadi, keyin meva bilan daraxt sekinlatadi. Shuning uchun biz asosiy qiladigan ishimiz birinchi 5 yilda daraxtlarning shaklini o'stirish maromida bir paytda o'zida yong'oq va gulkurtelar paydo qilishimiz kerak. Mana daraxt qaraydigan bo'lsak, mana gilos, qalin shoxlarimiz bor. Mana bu yerda o'zi tabiiy shox bergan. Mana bu yerda shox yo'q mana. Bahorda qiladigan ishimiz buni kesadigan bo'lsak, ikkita shox chiqadi. Kesmasdan buni kerbovka qiladigan bo'lsak agar 6 ta 5 ta 6 ta shox olamiz. Mana uni vaqti kattadan voz kechamizda, mana undan chiqaramiz. Bunda ham mana undan voz kechamiz. Pastdagi kichkina ingichka o'sayotganlarga shunday o'tkazamiz, hammasini kerbovka qilib yong'oq chiqarib olamiz. Mana bu yoqda ham juda chiroyli shox. Buni ham olishni kerak yo'q. Daraxtlar tagi baquvvat juda ham qalin, doim proporsiya olishimiz kerak. Yong'oqlar chiqarib, daraxtni sekinlatib, gulkurteyni ko'paytirish orqali sekinlata olamiz. O'shani yillar davomida qila olmasak, buni noto'g'ri ketishi qanaqa bo'ladi? Mana masalan, bu daraxtni 2 marta kesish mumkin edi. Gilosni mana bahorda kelib kesishgan. Giloslarda eski endi bu giloslarda. Bahorda kelib kesgan. Shuni yana bir marta, mana o qalinlarini bir marta chilpib qo'yganda edi mayda yoki yana bir marta kesganda edi. Bu 2 tane o'rniga yana bir 4 ta 5 ta qo'shimcha shox bo'lar, tayyor KGBga aylanardi. Ya'ni sekin gulkurtekka yotib ketaverardi. Xullas, mana orqada ham giloslar ko'ryapsizlar, eski usulda mana qanday kesadi yillar davomida. Mana ekkandan keyin kesgan, 3 ta shox chiqqan. 3 tani kesib, shoxlatib, kalta, mana uni qarang qo'yganni. Kalta qilyapti-da, mana bu yerdan 1, 2, 3 ta, 4 ta, 5 ta shox chiqyapti, bittasini qo'yapti. Buni kelib hozir yana qaytarib qasidan kesadi. Kuchayib ketaveradi. Shakl, bitta narsani bilinglar, 2,5 metrga yetganda bo'yi 2 metrga yetdimi daraxtlarni yong'oq chiqarishni paydo bo'lishimiz kerak. Yong'oqlar chiqarib, yong'oqni ko'p nima qilsak ham bizga agar 4 ta 5 ta qalin shox chiqib oldimi, bo'yi 2 metrga yetdimi, bu nima degani? Mevaga yotqizish kerak degani. Shuning uchun hamma daraxtlar, shu jumladan gilosda mana shaftolni holatini qaranglar. O'rtadagi shoxlar olinmagan, mana boshida mana shu qalin shox turibdi. Hozir buni bir marta kesib ketishgan. O'rtani ochib, kallasini olib ketgan, noto'g'ri qilingan bu yerda. Bu yerda sal bo'yini qo'yib mevani olishimiz kerak. Bu 25-30 kilo meva qilaman degan daraxt. Bo'yini biz kalta qilib qo'ydik, mana 2 metr atrofida qilib qo'yapti. Buni 2,5-3 metrga ko'tarib, to'liq meva qo'yishimiz kerak. Buni afsuski, marhamatga qo'shni tumanlardan kelib kesishadi. Quvali ukalarimiz kelgan. Kesishni yaxshi tushunmagan, shunaqa qilib ketishibdi. Xullas, tushunadiganlar ham bo'lsa kerak. Ichida ayrimlar aytish mumkin. Butun hali tushunmaydigan devormen dedi. Tushunmaydiganlar uchun bu gaplar tegishli. Bu yerda chiroyli qilib bo'yini berishimiz kerak. Bo'yinisi hech kim kalta qo'yganimiz sari bu yana o'saveradi, kuchayaveradi, pasti o'lib, meva tepaga qarab ketaveradi. 3-yaproq, ya'ni 2 yoshga to'lgan, mana 3-yilda guara navi mevasi. Mevasi juda ham ko'p, 2 kilo atrofida meva kutishyapti bu yil. Daraxt boshiga bu gektaridan 1,5 tonna bodom degani. Toza holatda daraxt boshiga 300 grammdan olishni bu yil reja qilishyapti. O'zini o'zi chaynatadiganlar. Shaftoli gilos aralashtirib ekish bu o'ta eski usul, o'ta noto'g'ri usul, aqlsizlik. Bu hech qanaqangi bir bilim, tajribaga asoslanmagan narsa hisoblanadi. Va kalta qilib aralab ketilgan. Bunaqangi qalin shoxlarni bu yoshida yaqinroqdan ko'rsating. Mana buni qaranglar. Qancha qalin shoxlarni biz kessak, biz yoshligida agar to'g'ri shoxlar shakllantirib, yon shoxlar chiqarib oladigan bo'lsak, bunaqa qalin shox
Qalin shox kesganimiz sari pastga qarab qurib o'lishda davom etadi. Daraxtlar tez qariydi, tez o'ladi. Daraxtlar kuchli o'sganda, mana gilos misoli, mana orqada shaftoli misolida. Bu mana yalang'och qani. Hech qanaqa gul kurtak yo'q bu yerda. Faqat tepada, o'sha tepadagi gul kurtaklarni yarmidan ko'pini mevani kesib tashlagan. Mana shu bitta kesish orqali pastda meva yo'q. Pastdagilar tepa kuchaygan sari o'lib boraveradi. Shuning uchun bu narsalarni men qayta ko'p aytaman. O'zi tagidan ishimiz xato ketgan. Bitta tana chiqish kerak tagidan. Yonboshdan urib yuborgan, shu bilan bo'ldi. Kesadigan odam tushunmagan nima qilish kerakligini. Girosni hozir juda chiroyli turibdi. Qaranglar, mana 3 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta har xil bo'lib shoxlar turibdi. Men nima qilaman? Bularni yon shoxini chiqarish uchun kerbovka qilishimiz kerak. Bu bo'yicha videomiz bor, bahorda qilamiz. Faqat kerbovka qilish kerak. 3 ta shox ham yetadi. Yon shox liderda olishni o'rganishimiz kerak. Masalan, men 2-3 yil oldin buni nima qilardik? KGB usuli. Bu valovoy sersa ekan. Valovoyni biz avvalo payvand qilib yo'qotishni birinchi o'rinda tavsiya qilamiz. Ikkinchi o'rinda yo'q, turaversin desa, любой boshqa mevali daraxtlarda ham 2-3 ta yaxshi o'sib oldimi, shox yetadi. Yon shoxlar chiqaramiz. Yon shoxlarda mevani olsak bo'ladi. Bemalol 20 ta shoximiz bo'lsa, 1 kilodan 20 kilo meva bor. 10 tonna, 12 tonna gektardan chiqadi. Mana buni ham kerbovka qilishimiz kerak. Atrofdagilari mevaga yotaveradi o'zi. 2 tane kerbovka qilib, yon shox chiqarib olamiz. Daraxtni sekinlatib mevaga yotqizamiz. Bu o'ta muhim masalalar. Giloslarda mana sal kuchliroq o'sgan daraxtni olib turibmiz. 1 yil, 2 yil, 3-yilda oxirida buncha o'sishi bu kam. 3-yilda oxirida bizga 15 ta 20 ta shox berish kerak. Demak, bu daraxt qanaqa qilib kesamiz? Bu daraxtni teng o'rtasidan o'ramiz hammasini. Masalan, buni bu joyga to'g'ri kelsa, buni sal balandrog'iga to'g'ri keladi, pastdagi shoxni balandrog'iga. Bitta joydan tekis kesganimizda nima bo'ladi? Kesgan joyimizdan pastga qarab yon shox beradi va tepaga baquvvat o'sib olishga imkoniyat paydo bo'ladi. Demak, kuchsizlarni kuchaytirishning yo'li tagidan sal ozgina qoldirib kesish va yangitdan kuchayadi. Endi kuchli o'sganlar bor, mana. Buni qanday qilamiz desa, buni qaytarib kesadigan bo'lsak, yana xuddi unga o'xshatib, bu kuchli, quvvatli kesdik. Yana kuchli shoxlar paydo bo'ladi, meva orqaga qarab ketadi. Shuning uchun nima qilamiz? Bu yerda hammasini mana 3 ta 4 ta shox paydo bo'ldimi, gilosda kerbovka qilamiz. Past bu yon shoxlar chiqarish bizning maqsadimiz. Shuning uchun tepa bu quvvat qalinligi, mana ruchka qalamdan qalinligi qalin. Ular kerbovka qilamiz. Bundan kamroq shox uradi, kaltaroq uradi. Bundan baquvvatroq, ko'proq urib beradi. Shuning uchun shoxni qalinligiga o'zga. Bu yetdi bo'ldi. Buni mevaga yotqizishni boshlasak bo'laveradi. Bitta zo'r, idealli. Tikka shoxlar hammasini kerbovka qilamiz. Yon shoxlarimiz mevaga yotaveradi. Bo'ldi. Hech qanaqa muammo yo'q. Quvvati yaxshi. Mana bu yon shox berish qiyin, ingichka. Buni qaytarib kessak bo'ladi. O'sib yon shox beraveradi. 1 2 3 4 ta shoxni kerbovka qilamiz va 2,5-3 metrga yetdi. Sizlarga aytganimdek, quvvati yaxshi, qalinligi zo'r. Kerbovka qilamiz. 1 yilda 5 tadan 10 tadan shox olamizda, 2-yilda tagidan meva olishni boshlaymiz. Shuning uchun tezroq mevaga kirish yo'li kamroq kesish daraxtlarni qancha kam kesib, qancha shoxlar ushlab, o'zidan bir narsa chiqarishga harakat qilsak, shuncha daraxt kuchanadi-da, mevaga ko'proq yotadi. Menimcha Nizomdagi foydali bo'ldi degan umiddaman. Juda foydali bo'ldi, ya, xudo xolasa. Ya'ni borgan sari qulay, oson narsalar topyapmiz. Savodi kam, chala bo'lganlar umuman boshqa narsani tushuntiradi. Masalan, hozir men boqqa kelganimdan keyin qulay, tez va oson mevaga kiradigan shu usullarni o'ylayapmiz. Xudo xolasa like bosishni va kommentariy yozishni unutmanglar. Kommentariy yozgandan keyin savollarni Telegram kanalimga o'tinglar Shuhrat Abrorovga. O'sha yerda savollar yozasizlar, o'sha yerda savol-javob qilamiz. Ko'pchilik YouTube'da javob bermayapti degan jalba qilasizlar. To'g'ri, YouTube'da javob berish qiyin, noqulay boshqarish. Telegram kanalimga o'tinglar va u yerda yangi postlarni har kuni o'qib olishlar mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Gilos kitobda eng asosiy yangiliklardan biri bu navlar haqidagi to'liq ma'lumot. 60 ga yaqin navlarda Royal Tiogaga nisbatan necha kundan keyin pishishini hammasi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar va har bitta navni pishish davridan tashqari yomg'irga chidamliligi va changlanish genlari ham bu yerda berilgan. Undan tashqari o'rtacha qattiqligi va yirikligi haqida ham ma'lumot olasizlar. Rasmi va qisqacha ma'lumoti ham bu yerda bo'ladi. Ya'ni gilosning qattiqligi, yetib borishi, saqlanishi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. O'zbekistonga kelgan va kelishi kutilayotgan barcha navlarni kitobdan topishingiz mumkin. Hozirroq murojaat qilinglar. Rahmat.